Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa konturxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirgaringni, pullaringni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakrab ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana mashinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadam ham bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ying. Navbat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Uraymi? Nima qiling? Nima turing? Navbat aka o'pka chiqib ketdimi? To'yim kunini belgiladim. To'yim mana endi o'zingiz asrang haymi? Men siz to'yim ko'rishingizni xohlayman. To'yingni ko'ra olmayman demanda bacham. Cho'ti yomon bo'layotibman, yettingni ketamanmi, rozi bo'lasizlar. Nima unday deysiz? Yaxshi niyat eting, to'y ko'rmay ketish yo'q. Bova, nima qilyapsiz onda jonim? Bova, mazza nima dedim? Tushun qapasan, gitmang bova. To'y o'tsin endi bova, tushun qapasan, nima chiqdingiz? Bova. Bovam o'zini bir gap qilib o'ldirmoqchimi deymanda, shu to'yga qarab, to'y buzmoqchilar, haymi? Men bozorga ketaman, bovama qarab o'tirib. Nima kerak desizlar o'zing keltirib. Bova, nima qilib o'tiribsiz? Tuk yo'q ekan-a bunda. Of, to'k nimaga keraksa, tegman ham men sizga aytdim-ku, aytmang de unaqa ishlarni. Ha, 23-chilar belgilab to'y, ha, kelaveringlar oldinroq, qarashasizlar uydagilara. Bacham, men kanala o'zim o'ldirishga ketaman. Qay borib keling, ha? Ha, tezroq. Bova! Bova! Zokirjon, men shu yerdaman bacham. Bova, nima odam qo'rqisasiz-sundi, o'ldingiz kerak deb o'ylanmab. Yuring uya. To'y to'xtatamizmi? Nima? Buvang yo'q. Bova, men aytdim-ki, qarab o'tiringlar deb. Qayerga ketdilar endi? Mana qani? Qani bovam? Bova yo'q. 20 minut qoldi. Qayerda ko'rdim bu qizni? Nimadir zakaz berasizmi? Yo, shervin kelsan hozir. Yo'q, restoranda emas. Yaqindagina ko'rdim-ku. Qayerda edi? Ne qoshingni uchirayotsan, qatga deb so'ramayman. Chilonzorga. Buna qiz taksi qilmaydi-ku. Yeslar o'tkir, yeslar qayerda ko'rding? Massajga sizmi? Ha, men. Hozir moy olib keling. Yo'q, buna qiz nima qiladi masajda? Yaqinda ko'rdim. Esladim, kutubxonada ko'rdim bu qizni. Baxtimni topdim. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Charchamadingizmi, O'tkir aka? Yomon charchadim lekin to'y bilan. Mana haqlarni qolaverdi. Hozir moy olib keling, bir shpil. Yixti! Yinalan kursi masajda ko'rgan ekanman-ku. Shabe to'yonat, kelin domod yagona. Ey shabe to'yonat, kelin domod yagona. O'tdi Messiga va shu joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shu payt ham qisdaydim, Daho, ha. Voletam yerda ammasinikida joylashganda posh. Qorbi. Salomat bo'ling.
qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulagansan. Bitta o'zing qo'rqmayin deb sherigiga keldim. Buni shaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Juda yaxshimisan? Nodir ustoz bugun o'tib qoptilar. Ertalab ta'ziyaga o'tib kelamiz. Domla, men bilan, Hozir hazil deb aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiram demaysan, chiq. Senga nimadir olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla, men ham anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Hashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz, oyog'ingiz tuyog'mi? Ustoz, oyog'ingiz tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'y-ya, qayga ketyapsan? Yaxshiyam tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, bu orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Yo, menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, aka. Biroq unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlolmayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishoning. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'i bilan o'tgan safar ichishga qarshi lecheniya qiluvdik, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsang, bitta barmog'ingni uydagilarning kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, tavukda. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zingga o'laymi o'liga. Endi jincha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlarida ichinglar, o'zimiz anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qizyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon, oling bari kvadro berizni. Yashamayli ekanda.